Andijon viloyatining Xo'jaobod tumani Dilkushod qishlog'idan har yili gilosning eng sara navlari eksport uchun chet mamlakatlarga yuboriladi. Mazkur qishloq aholisi mirishkorlikning hadisini olgan kishilar bo'lib, ular o'z tomorqalarida gilosning xaridor bob turlarini yetishtiradi. Shundan bo'lsa kerak, respublikamizning turli hududlaridan tadbirkorlar kelib mahsulotni eng yuqori narxlarda sotib oladilar. Bu yil ham qishloq aholisi yetishtirgan sara navli gilos chet davlatga eksport uchun terib olinmoqda. Mahsulotlarni fitosanitar holatini tekshirish maqsadida viloyat o'simliklar karantini davlat inspeksiyasining laboratoriya xodimlari va inspektorlari shu joyning o'ziga kelib, sayyor laboratoriya yordamida ish olib bormoqdalar. O'tkazilgan laboratoriya tekshiruvlarida mahalliy aholi tomonidan yetishtirilgan mahsulotlarda hech qanday kasallik va gilos qurtlari, lichinkalar aniqlanmadi. Karantindan bolalar kelishib, qanaqa shu dori sepish kerak, nima qilish kerak tavsiyasini qildi. Mahallani to'pladik, 50 boshlar to'pladik, hammasini to'plab seminar tariqasida qildik. Mana bultur boshqacha bo'lgan emas. Gilos hosili bu yil hosili yaxshi, ham yirik. Chunki shu bergan tavsiyani nimasiga samarasi shu ko'rinib turibdi, giloslar yaxshiligi. Hamma boshqa yerdan olib kelgan giloslardan nisbatan bizning giloslar qachon qarasangiz yaxshi bo'lyapti. Ammo ayrim kimsalar Dilkushod qishlog'iga gilosni yuqori narxlarda sotish maqsadida boshqa hududlardan shu turdagi mahsulotlarni olib kelishmoqda. Mazkur keltirilayotgan mahsulotlarda gilos qurti, lichinka aniqlanib, shu vaqtning o'zida ortga qaytarib yuborilmoqda. Bunday holatlarni oldini olish maqsadida eksportga yo'naltirilayotgan mahsulotlar viloyat o'simliklar karantini inspeksiyasining inspektorlari tomonidan qat'iy nazoratga olingan.